Direktga uстановкamiz ham bitti, xudo xolasa. Главный пилс через замок, juda ham удобный joyda. Yana bir masala, qo'yib bo'lgandan keyin agar qora map o'rniga oq map qo'yayotgan bo'lsangiz, buni 500 ga o'zgartirib qo'yish kerak bo'ladi. Bu boshqacha chiqqan ichini palatasi. Xohlovchilar uchun многоразовый, xohlamaganlar uchun одноразовый. Tekshirish joylari onun ichkariga kirib ketgan. Injektor teshiladigan joyini xato teshib qo'yadi. Buning oqibatida mashina siltashishga olib keladi. Va tortishida ham muammo bo'ladi. Bosishingiz bilan kutadi. Deydi 2-3 sekund, undan keyin ko'tarishni boshlaydi. Juda ham yaqin borgani, ili bo'lmasa ham juda ham uzoqdan teshilgani bunga ahamiyat berish kerak bo'ladi. Shuning uchun ham teshganda yaqinroq borib teshish kerak. 5 sm hisoblayman.